mana Bulung'ur tumani 55-maktab Navbahor mahallasi. Shu 55-maktabning orqasida shunday yong'in bo'lyapti. Ana yerda teshik bor, ayla. O'sha teshikdan bizni uyga o'tib ketyapti. Sal qoldi olib ketishga. Qaysi befarosat teshigi bor uyni orqasidan ulanadi yoqyapti. Qaysi befarosat shu 55-maktabda yoqyapti. Nima deydi? O'tin, har shunaqa narsalar. Uyingda yo'q. Qaysi befarosat yoqyapti? Mana kattalashib ketyapti. Yana teshik bor. O'sha teshikda mollar bor. Mollar yemishiga o'tib ketsa, nima degan narsa bo'ladi? Qaysi befarosat yoqdi? Mana o'chiraylik. Suv sepsa ham baribir befoyda. Yonib ketaveryapti baribir. Ayla dedim. Dadamga qarang. Ayting-da, ayla dedim.